Assalomu alaykum aziz bolajonlar. Hozir sizlarga tunka haqida ertaga aytib beraman. Katta o'rmonda bir qari tunka yashar edi. O'rmonga kelgan insonlar tunkaning yonidan o'tayotganlarida bir engashib, so'ng yana ketishar edi. Bir kuni bir qari kampir keldi va yana qizchalar. Xullas tunka o'yladiki, insonlar menga ta'zim qilishyapti deb. Demak, men e'tiborli va muborak daraxt ekanman deb o'yladi u. Va atrofdagi daraxtlarga ko'rdingizlarmi? Menga hatto insonlar kelib hurmat ko'rsatib, ta'zim qilib ketishyapti. Sizlar ham menga ta'zim qilinglar, deb o'shqirdi. Atrofdagi daraxtlardan sado chiqmagach, tunkaning jahli chiqdi va qichqira boshladi. Sizlarga nima deyapman? Menga ta'zim qilinglar hoziroq. Men sizlarning shoxlaringizman, deb baqira boshladi. Shunda o'rmonda u shoxdan bu shoxga uchib yurgan kichkina qushcha bu g'ala-g'ovurni eshitib, tunkaning yoniga uchib keldi-da, "Hoy tunka, sen aqlingni yig', muncha shovqin ko'tarasan. Sen bor yo'g'i bir tunkasan, qari tunka, sen hech qanaqa shox emassan. Qichqirma. Insonlar esa sening atrofingda ta'zim qilibmas, balki atrofingdan qo'zi qorin terib ketishyapti. Qo'zi qorinlar ham oz qoldi. Endi insonlar ham kelishmaydi", deb tunkani hovuridan tushirib ketibdi. Shunda tunka daraxtlarning oldida izza bo'lib, uyalib qolibdi. Ko'rdingizlarmi bolajonlar? Hayotda ham mana shunaqa tunkaga o'xshaydigan fikr doirasi kalta, dunyoqarashi past odamlar o'zlarini juda g'olib sanashib, atrofdagi insonlardan hurmat talab qilishadi va oxirida o'zlari uyalib qolishadi. Bunday odamlardan uzoqroq yurish kerak. Xayr.